Qadrli көрерменler, ekranımızga hoş geldinglar. Көрüp atqaninglar Angliyaning London shahrida ishlab atgan 2-chi navbatlik Uyg'ur Sotkol ligasining naq maydon tarqitishi. Biz yanılan Sotkol ligasida berilgan guvohliklarni xulosalab, o'zinglarga sunamiz. Bugun shu yana guvohlik berguvchilarning orasida doktor Alice Anderson xonim qarqash tizimligi haqida to'xtaldi. Mush xonimningki guvohligidagi muhim nuqtalarni anlaştırmamız bilan o'rtoqlashgan bo'lsak, texnik yaxshi bo'ldi. Albatta. Dr. Alice Anderson xonim hamda bu Uyg'ur kishilik huquq qurilishidagi bir muhim tadqiqotchining biri. Bu xonim albatta Uyg'ur tilini suvdak biladigan, vatanga berib hayotda vatanga programmalar qatnashib, vatanga Uyg'urlarning zo'r olqishiga erishgan bir xonim. Bugun hamda bu Uyg'ur kishilik huquq qurilishining vakili bo'lish sifati bilan bu sotda guvohlik bergan bo'ldi. Bu Alice Anderson'ның bu bəgən guvalıqda naiti sistemlik paketki tolğan cavabları joy-joyida məsələndə naiti güçlük şəkildə oturuq qoydu. There are some people in this document who were noted as suspicious and thus recommended for detention because they had applied for a passport and then never gone abroad. Whereas sometimes people apply for a passport and that is what makes them suspicious. So this is all-encompassing, wide-ranging, broad, sweeping. Thank you for those answers. I'll pass you on to the members. Thank you. Thank you. Şununla bu Alice Anderson'ның hem de asasen toxtalğını işki. Birisi şu qarqash tizimligi. Qarqash tizimligi elbette dünyanı bir gul-gul qozgatqan bir tizimlik bo'ldi. Buni Gollandiyadagi Asiya Uyg'ur xonim o'tiruq qo'ygandan keyin Adrian Zenz apandi buni Dr. Adrian Zenz buni nihoyat cho'ng maqola qilib chiqardi. Ya'ni Xitoy hukumatining qanday qilib masalan shu Qarqashdagi 300 dan ortiq Uyg'urlarning bir normal Uyg'urlar, normal yashayotgan, faqat ular Uyg'ur bo'lganligi uchun, bir musulmon bo'lganligi uchun normal o'zining Uyg'urligiga oid harakatlarni qilganligi uchun bir Qur'on bor uyda, bir namoz o'qigan. Uyg'urning bir faoliyatlarini to'y bo'lgan, nazr bo'lgan, xatma bo'lgan, bu hammasi hamda Uyg'urning madaniyatining bir qismi ham diniy faoliyatlar ba'zilari. Normal. Bu ishni Xitoy hukumati o'zining odamlarini avatib, nazorat qilib, uylariga kirib, hatto bolalar hamda raskatni qandikin baldiridan so'rab, dadang namoz o'qamdi. Qancha qitim o'qiydi, uyining nerede qanday kitob bor, kimning qancha bolasi bor, hatto plandan sirt qancha bola tug'ilgan. Muşu nəslərinin həmmisini yığışdırıb kelib, andikin ulardan sırt ularning urug' tuqqanlari kim bilan berish kelish qiladi. Qo'shnilari kim o? Bularning siyosiy ang nima o'ylaydi? Diniy jihati qanday o'ylaydi? Bular Xitoyga bo'lgan sadoqati bormi, yo'qmi? deb mushu bir qarqashdiki bir ma'la Uyg'urlarning hammasini tizimlab chiqib, buning natijada mutlaq ko'p qismini lagerga avatibdi bu Xitoy hukumati masalanda. Ameliyatda bularning faoliyati har qanday bir normal davlatda bir normal milliy yoki diniy faoliyatlar. Bular hech bir qonunga xilof yoki bir jinoyatga to'g'ri kelgan hech qanday bir narsa mavjud emas bu yerda. Ammo Xitoy hukumati bularning faqatlam bir Uyg'urligi yoki menda desak bir diniy hissiyati Xitoylardan yoki boshqa millatlardan kuchli bo'lganligi uchun va yoki Uyg'ur bo'lganligi uchun asosan o'zining madaniyati, diniy an'anasini davomlashtirganligi uchun bularni tahdid deb bilib, bularni lagerga udullam evetken. Evetken. Demek bu 300 neçe adam dedik. Şu Alice Anderson xonimninki qarqash listida o'tirib qo'yilgan. Şu Uyg'ur rayonida hozirgacha tutilgan odamlar 1.800.000dan 3 million degan gaplar bo'layotdi. Buni Adrian Zenz qatorli olimlar aniq o'tirib qo'yotdi. Demek nurg'un odamlar mushta shaklda tutilgan. Demek muşning endisini paylangan deb qarashga bo'ladi da vaqtda. Demek shu Alice Anderson xonimninki bugungi bayonotdagi, bugungi guvohlikdagi bu detallar siz degandek shu Xitoyning Uyg'urlarni tutishdagi endisini ko'rsatadi. Albatta. Buningda yana bir muhim nuqta hamda IJOP degan Birleşmiş Jangu Spisi. To'g'ri. Yangi zo'rdan pingtaydi Xitoy. Uni hamda ma'laq big data, sun'iy aql orqali bular bu hammadamning uchurini kirgizib, bu ilaqa qaror chiqarganmi, kimni tutish, kimni tutmaslik odam emas. Bu kompyuter avtomatik shaklda mana qizilga aloqa shangili bo'lgan, o'tirdiki shangili bo'lmaydigan deb 3 kategoriyaga bo'lgandan keyin bular avtomatiklan ma namozga bor ekan, ma 5 vaqt o'qiydigan uyda diniy kitob chiqdi. Xatarlik odam bu deb chatga chiqib keldi, telefonda Facebook bor ekan, nima bor ekan, Twitter bor ekan, chatlarning applarini download qilibdi degandek mushunda narsalar bilan avtomatiklan qilib
nurg'un bu insonlarning begunoh tutilishda, ya'ni bu Xitoyning sun'iy aqlimi nihoyatda muhim rol o'ynagan. Bu shu Anderson Alice Anderson xonimniki yana bir muhim nuqtasi shu qo'shmaq tuqqan. Ya'ni Xitoy hukumati 1 milliondan ortiq Xitoy kadrlarini Uyg'ur oilalariga avatishi. Bu yana davomlashmoqda albatta. Bu to'xtab qolgani yo'q. Toki bugungacha yana Xitoy kadrlar Uyg'urlarning uyiga berib, erlari, balları, yo'ldoshlari mush lagerga so'langan ayollarning hamda uyda ayollar, balalar qolgan oilalarga berib, ko'dik masalan nurg'un Xitoy erlari kelib, qurban yeti masalan aroq ichib, yeb ichib Uyg'urlarni usul o'ynatib juda masalanda. Mushundaq akfalda hamda bu Xitoy kadrlarining Uyg'urlarning uylariga berish orqali Qashqar ama Qarqash tizimligida faqat buning bir bo'ligini ko'rsatgan bo'lsa, Xitoy kadrlarining Uyg'urlarning uylariga berib nim qilganligi. Bularning bir kuzatish natijasida qancha Uyg'urning lagerlarga so'langanligi sharhlangan bo'lsa, 1 milliondan ortiq Xitoy kadrlarining Uyg'ur uylariga berib, aqvatqindan Qarqash tizimligi bilan ancha cho'ng farqlanmaydiganligi. Hem bularning asosan hamda roli Uyg'urlarningki mushu his tuyg'usi, diniy, milliy urf odatlari, o'ylashlari, kundalik faoliyatlarining nimaligini hujjatlashtirib, yani dokumentlashtirib, uni qo'pib, anikin hukumatga topshirish orqali mushu Uyg'urlarning masalan, hozir abay deb ketgandek 1.8 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur va boshqa millatlarning lagerga berishda asosli rol o'ynaganligini chiroyli sharhlab ketgan bo'ldi. Siz o'tirib qo'ydingiz, shu yani birleşme can qilish sifati atalmış Xitoyninki. Bu Xitoy bu nurg'un uchurlarni shu kadrlar yoki o'zininki mush paylaxlardan paylanib turib Uyg'urlarninki oilalariga kirib chiqib, buning ichiga kirgizdi-da, kirgizganligiga kirgizib bo'lgandan keyin buni sun'iy idrok, ya'ni sun'iy aql bilan bir taraf qilib Uyg'urlarni tutish obyektiga aylantirganda, buningda ham odamning eng ichindirdigan yeri bir odamninki o'zini aqlash fursati bo'lmaydi bu yerda-ku. O'zininki tushuntirish fursati bo'lmaydi. Bu bek içinçlik, bek adaletsizlikte bu. Demek bu kompüterda sun'iy idrak var. Ama onun da an yok. Onun da vicdan yok. Bunda olgandan bu adam aslında adamda degenge hüküm çıkaramaydı o. Bu Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatidagi eng ichinchlik adamning yuragini ezdigan bir nuqta Uyg'urlarningki sun'iy idrak bilan qara qo'yaq tutib ketilganligi. Demak, ularga hech qachon o'zini tushuntirish fursati berilmaganligida. Bu qonunda masalan g'aribda bo'lsin, hatto Xitoyning o'zining qonunida normal shunday bo'lishi kerak. Innocent until proven guilty deydi. Taki shu jinoyat isbotlanmaguncha, masalan qotillik, adam o'ldirdi, u bu degan taqdirdami, u begunoh bo'ladi inson. Taki eng oxiri sud butun faktlar o'tirga, dalil isbotlar o'tirga qo'yilgandan keyin, yana bu inson jinoyatchi deb ayblangan bu inson yoki jinoyatni o'zining ustiga olgandan keyin ya bo'lmasa bütün ispatlar bu adamın şu cinayetini ötkez deb şu yakın çıkıca bu adam begunoh deb qaraldı. Amerikada muamiyada şu. Ama Uyg'urning bu masalasi kelsak 2016dan beri ama chunchonga kelgan yoqi Uyg'ur degan guilty until proven innocent. Ta'tir. Ya'ni Uyg'urlar o'zining begunohligini to'liq isbotlamaguncha u jinoyatchi deb qaralgan Xitoy uchun. Hatto Uyg'urlarga u o'zining begunohligini isbotlaydigan fursatmi yo'q. Masalan, abaytin deb ketdik Avstraliyadagi bu yosh qizning yo'ldoshi, masalan, Mekayning yo'ldoshi Tayerning. Masalan, bu hech qanday buningki jinoyat o'tkazganligi to'g'risida bir dalil isbotni o'tirib qo'ygani yo'q Xitoy hukumati. Masalan, Turkiyaga berib bu bir kuchlar bilan, bir tashkilotlar bilan anim qilib Xitoyga qarshi bir namoyish o'tkazgan va yoki Xitoy elchisiga bir tosh otgan, menda bir nimalar bo'lgan bu, menda qilgan, shu biz buni tutdi, Xitoyning qonun xiloflik qildi. Amaliyotda bu Turkiyaga berib kelishning o'zi bir jinoyat emas. Sayohat temidan bordigan to'sa. Xitoyning masalan milyonlagan Xitoylar har yili Yevropaga, Amerikaga, hatto Turkiyaga berib kelmaslar. Qaysi bir Xitoyni Turkiyaga borganlik uchun bir tutib kelgan Xitoy hukumati. Ammo faqat Uyg'ur bo'lganlik uchun sen mayliga 26 davlatning xohlagan biriga borsang, sen avtomatik jinoyatchi. U yerda numaring kesildi-da. U yerda nima qilish muhim emas. Bu bola o'qibdi u yerda turk tilini, sayohat yetakchisi bo'libdi. Bu qolgan davlatda bir til o'rganish, bir sayohat yetakchisi bo'lish degan bu xizmat, bu normal ish. Faqat Uyg'ur bo'lib qolganlik uchun lan bir jinoyatga aylantirgan gap bu. Bu Xitoy hukumati. Aniki mening eng bu Alice Anderson xonimniki eng xo'sh bo'lganim, oxirida bu advokatlar bak kuchlik savollarni so'raydi. Ammo shu qonuniy savollar abay degandek. Shu bergan javoblari bildiganini bilmayman, bilmaydiganini bilmayman. Aniki nayti chiroyli manda sharhlab, ya'ni o'zining Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bo'lsin, Dr. Adrian Zensning yozgan doktorlar bo'lsin, naql keltirib
isbot paketlarni nihoyatda chiroyli bu yerga sudchi advokatlarni qoyil qilarligidek binoyiy obdan javoblarni berdi. Shuninga tayyorligi barakalloh. Nihoyatda obdan tayyorliklarni chiqibdi. Unda bo'lsa Mehmetjon apandi bu oxirida isbot bergan o'sha angliyalik professor ya'ni doktor David Tobin apandi bu so'zlab o'tib ketdi yana guvohlik bo'lib Xitoy davlatining bu bo'layotgan vaziyatga o'sha bo'layotgan jinoyatlarga Xitoy davlatining mas'ul ekanligini buni deb. Bu to'g'risida sizga ta'sir qilgan ba'zi yerlarni bir tushuntirib o'tib ketgan bo'lsangiz. Rahmat. Bu kishimi ham demiş şu Xitoy tadqiqotidagi ko'z ko'ringan tadqiqotchilarning biri. Oldin qitimliq guvohlik berishdimi bu odam guvohlik bergan. Menga eng ta'sir qilgan bir gap shu vaqtki Uyg'urlar bayamsiz deb o'tdingiz. Uyg'urlarningki gunohsiz ekanligi isbotlangacha Uyg'urlarning hammasi jinoyatchi deb qaralyapti. Xitoyning hozirgi siyosatidagi yo'linishi shu deb degan tadqiqotchilarning birisi bu. Shu Angliyada hozir Xitoyningki siyosiy iqtisod tadqiqot bilan shug'ullangan Xitoyda ham Uyg'ur diyorida bir necha yil tadqiqot bilan shug'ullangan, tadqiqot ilib borgan olimlarning birisi ekan. Bu odamningki bugungi asosli o'tirib qo'ygan guvohlikniki muhim nuqtalar birisi Bingtonninki Uyg'urlarga qartilgan bostirish siyosatidagi roli. Ikkinchisi avtonomiya qonuni. Mush to'g'rida so'zildi. Bington masalasi kelgan vaqtida Bingtonninki shu Uyg'urlarni bostirishdagi bir qurol qilib foydalanganligi. Uni nurg'un misollar bilan o'ziniki ko'zitishi iqtisodiy, siyosiy nuqtalardagi isbotlar bilan kuchli sharhlagan bo'ldi. Ondan boshqa avtonomiya qonuniga to'xtaldi bu odam. Avtonomiya qonuniningki qog'oz yuzidagi bir qonun ekanligi. Bu avtonomiya qonuni 1984-yilda qayta yangilangan bo'lsa-mu, buning faqat Xitoyningki shu davlat putunligini saqlashni maqsad qilib o'zgartirilganligi, Uyg'urlarningki bu Xitoyningki azaldan deb kelayotgan tilini, dinini zamoniylashtirish atalg'usining amaliyotda Uyg'ur kimligini yo'qotish qartilgan bir atalg'u ekanligini so'zlaydi. Yani bir misal qo'yib bir narsani deydi. Shu yan yo'ldagi deb ketdim kechirsizlar. Yan yo'ldagi, ya'ni bu Uyg'urlar buni buloq yo'ldan degan bir narsa deydi ekan. Shamalvoq yo'l degan bir narsa deydi ekan, to'g'ri. Shu yerdagi Shamalvoq yo'li joylashgan Islom institutini misol oladi. Shuning oldida asas qonunga hurmat qilish, asas qonunga ishonish, buningki asas qonunga bo'ysunishning qonun ekanligi bo'lmasa jazolanganligi deb yozilgan bir shuar yozilgan taxtning ostiga chaplangan bir yeniga chaplangan bir xizmatchi qabul qilish e'lonining gapini qildi-ku. Buningda falan o'ringa xizmatchi qabul qilamiz. Faqat Xitoylarga iltimos qilish kerak. Demek qonunda hammadan barobar deb turgan asas qonunda so'zlaydi bular. Avtonomiya qonunda o'zining tilini ishlatish, o'zining tilida maktab echish, o'zining tilida ma'rif ma'rifni o'zining tilida ilib berish, o'zining tilida din, hamma narsa o'zining tilida bo'lish, o'zining hamma huquqlarining barobar ekanligi so'zlanayotgan bir qonunning ostida deydi. Shuni qishtilam faqat Uyg'urlar qabul qilmaydi yoki buni qabul qilganlar Xitoylardan bo'lak iltimos qilsa bo'lmaydi degan bir xizmat e'lonini ko'rganligini. Bu teg'e Uyg'ur avtonom rayoni bor. Buni aytgan gapda, buni ko'rib bu odam bundan hayron qolganligini kuchli misollar bilan so'zlab o'tdi. Demak, bu tushuntirishida bu Xitoyningki hukumat apparatininki qanday bo'lganligi, partiyaning qanday bo'lganligi va tuvan darajalik xizmatlarni hukumat apparatlarining qilgan bo'lsa, amaliyotda ishlarning hammasi siyosat bo'yicha. Qonunni asli davlat shu hukumat organlari yurgizish kerak asli, lekin Xitoyda ishninki kompartiyaning siyosati bo'yicha bo'lganligini kuchli jonliq va konkretni tillar bilan g'arbdagi nurg'un Xitoyni tushunmaydigan, Xitoyni bilmaydigan odamlar, tadqiqotchilar bo'lsin, mayli kim bo'lsin, tushunalgidek, azm qila olgidek darajada kuchli dona iniq qilib tushuntirib o'tdi bu odam. To'g'ri. Bu David Tobin apaniki Sheffield Universitetining professori bu odam. Bu odamniki hamda meniki birisi bu odam abetin Dr. Alice Anderson ishqisiniki, ya'ni bu Xitoy markaziy hukumatidan chiqqan siyosat bilan o yerlik Xinjiangga shuni ijro qilyaptimdi, yo Xinjiangga bular ayrim qilyaptimdi deganda ishkelisining javobi asosan o'xshash. Ya'ni bu qaraqash list bo'lsin, undan keyin chiqqan bir necha tizimliklar bo'lsin, hammasi ya'ni Xitoy hukumatining asosida bu rayonni, ya'ni Alice Anderson degan bu mustamlik rayonni bu Xitoy hukumatining asosida Uyg'urlarni shunda supurib tashlashni asos qilgan. Ya'ni bu buyruq markazdan kelgan buyruqni
Chen Chuan-guane bo'libmi David Tobinning degani, shuni ijro qilish, shuni albatta, shuni ijro qilyapti deb chiqadi. Demak, Bingtuanga kelsak, Bingtuan degan Atmurayın qaraydigan organ emas, bevosita markaz qaraydi-da. Shundoq ekan. Unda bo'lgandan keyin bu Bingtuan bevosita markazning buyruqni qabul qildi degan gap. Demak, buning isbotlamoqchi bo'lgani, bu buyruq Bingtuan kelgan bo'lsa, demak, markazdan kelgan bo'ldi. To'g'ri. Shuni demoqchi. Demak, bu David Tobin efendim ilgari bizning o'yatimizdagi, ya'ni Uyg'ur diyoridagi vaziyatga oid nurg'un kitoblarni, maqolalarni yozgan. Eng oxirgi kitobi bu 2020 yil chiqqan. Xitoyning g'arb rayonidagi g'arb rayonini tinch etishi, ya'ni ya'ni Şinjangdagi kimlik va ansizlik degan bir kitob bo'ldi. Buningda mush mazmunlar o'tirib qo'yilgan kitob ekan. Bizning rayondagi Uyg'ur rayonidagi vaziyatni yaxshi bildigan nopuzliq arboblarning biri bu odamninki o'tirib qo'ygan bilganki nihoyatda tafsiliy guvohligi meningcha texmi utuqliq bo'lgan Alice Andersonniki o'xshashlar utuqliq bo'lgan tayyorlik bilan chiqqan bir yaxshi guvohlik bo'ldi deb o'yladim men. Shunday. Bugun tushdan keyin hamda so'zlagan ikki mutaxassis hamda. Birinchisi Amerikadagi Xitoy advokat Tang Biao apandi, ikkinchisi yana Amerikadagi yana Dunyo Uyg'ur qultining bosh taftishi Abdukim Idris apandi guvohlik bergan bo'ldi. Unda bo'lsa Mehmetjon apandi siz oldi bilan bu Amerikadagi bu advokat Tang Biao'ningki shu so'zning muhim nuqtalarini bu ko'rarmanlar bilan tang beklangan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Hammaydan anglab o'tganimizdek Tang Biao ham Xitoyning ichida advokatlik qilgan, ham o'z ishida jazoga tortilgan, ham Amerikaga qaytib kelgandan keyin shu qonuniy sohada ishlab kelayotgan, ham oliy maktablarda takliflik professorlik qilayotgan mutaxassislarning birisi. Hem Xitoy ziyolisi, hem aktivist bu adam. Hozirgacha shu Uyg'urlarning beşik kelayotgan zulmatlar, zulmlar va siyosatlar haqida lillah meydanda turib gap qilayotgan bir Xitoy ziyolisining birisi. Bugun shu nuqtada so'zildi. Bu odamningki nutqidagi, ya'ni guvohlikdagi nuqtalarni bir nechta nuqtalar yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi, shu Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyingi elib berilgan o'zgarishlar Falun Gongchilar bilan Uyg'urlar qartilgan jazo yoki yig'ilish lagerlaridagi o'xshashlik va farq. Uningdan boshqa shu Xitoy xalqininki, ya'ni ko'plagan Xitoy nopusininki Uyg'urlar bo'lgan qarashi. To'g'ri. Endi Chen Chuan-guoninki o'rni va uning siyosat yurgizishi ham shu million Uyg'urlarning ichidagi uning roli. Hem bununki kiriş menbayi ne degan temalar so'zildi. Mening diqqatimni chekkan bir nechta nuqtaning birisi shu bo'ldi. Birinchisi desak, masalan, Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Xitoy millatchiligi, Xitoy şovinizmini qanday qilib ekspluatatsiya qilib buni Uyg'ur qatorliq Xitoy bo'lmagan millatlarga qarshi etganligi. Uyg'urlarningki shu islom, ya'ni musulmon bo'lishi ham Xitoy xalqining orasidagi islomga qarshi tuyg'ularni qanday ekspluatatsiya qilganligi. Bunu so'zlab o'tdi. Undan boshqa shu Uyg'ur qirg'inchiligining tuyuqsiz maydonga chiqmagan bir qirg'inchilik ekanligi, Uyg'ur qirg'inchiligi degan gapni ishlatdi bu odam. Undan yana jazo lagerlari, ya'ni concentration camp degan so'zni ishlatgan bir mutaxassisning birisi bo'ldi bu. Undan yana biz diqqat qilgan yana bir nuqta. Nima uchun Xitoy hukumati, Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarga qarshi ishlar bostirish ilib bordi desa, buning birinchi asosi deydi, ularningki Xitoy bo'lmaganligi deydi. Yani ular başka millet, ularning dini başka, şunlaşqa Xitoy Kompartiyasi ularni tahdid deb qaraydi. Demek bastırışning asosini bu adam bir Xitoy ziyolisi bo'lib bilan buni yo'ritib bergan bo'ldi. Endi ikkinchi bir nuqta, yana buningdagi excuse me. Xi Jinping'ninki bu qirg'inchilikdagi roli. Yani deydi, Xitoy siyosiy byurosidagi bütün heyet a'zolarining ichidagi eng huquqdori Xi Jinping. Xi Jinping'ninki buyruqsiz, onunki ma'qulliqsiz Chen Chuan-gu qancha kuchli bo'lgan taqdirdami Uyg'ur diyorida 1 milliondan ortiq odamni solab jazoga tortishga uning 5-10 emas. Albatta. Deb buni tushundida, endi yana bek muhim bir nuqta hammalarni shu tadqiqotlar ishlatishga bo'ladigan bir atalg'i ekan deb o'yladim men. Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin shu o'ziniki shu hozirgi o'rindagi afzallikdan foydalanib turib, Xitoy Kompartiyasining nizomnomasidagi Xitoy baş sekretarininki nimasini o'lchimini elib etganligi, cheklamasini elib etganligi. Shuning bilan Xi Jinping davriga kelgan vaqtida Xitoydagi kollektiv diktatorlik, xususiy diktatorlik o'zgartirilganligini tushuntirib o'tdi. Shuning bilan bir vaqtda yana bu Uyg'urlarning hozir beshiga kelayotgan bu qor kunlar
Falun Gongchilarning beshiga kelganga o'xshamaydi. Bular qamalgan türme lagerlar ularningki qamalganiga o'xshamaydi. Misli ko'rilmagan darajada zulm uchrayotdi. Ya'ni bularningki hozir Xi Jinping Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan mustabidlik yuqori texnikalik mustabidlik tuzumi deb atildi degan savollarni degan mazmunlarni o'tirib qo'ydi. Yana bu odamdan so'ralgan savollarning yana biri organ yig'ilish. Xitoydagi organ yig'ilish temisi ustida bo'ldi. Bu odam o'zininki bayqashlardagi ba'zi ma'lumotlarni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Demak bu mutaxassisning bir Xitoy ziyolisi, Xitoy advokat bo'lib bilan Uyg'urlarning bejiga kelayotgan nuqtani qonuniy va Xitoyning siyosiy o'zgarishlarningki taraqqiyotiga sap turib tushundirganligi nihoyat bir ahamiyatli bir guvohlik berish yig'ini bo'ldi. Guvohlik berish bo'ldi deb o'yladim. Bugun vaqt qisqa bo'lg'achqa mushagish to'xtalay. Bu bugungi bu guvohlik berish yig'inida yana mutaxassis sifatida o'tirib chiqqan Abdukim Idris afandim, bu ham siz azroq tushuntirib o'tdingiz. Abdukim Idris afandim yaqinda bir kitob yozgan, ya'ni Tahdid Xitoyning islom dunyosini mustamlik qilishi va Uyg'ur qirg'inchiligi degan temada. Mutaxassis sifatida nurg'un yaxshi temlarni o'tirib qo'ydi. Siz shuni bir xulosalab o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Abdukim Idris albatta bugun ingliz tili bilan bu Xitoy hukumatining hamda Uyg'urlarga qarata ilib borgan jinoyatidan sirt eng muhimi, ya'ni nima uchun bu Arab, musulmon, turk dunyosi bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ko'z yumadi birinchisi. İkincisi, hamda u ko'z yumishdan sirt nima uchun bu davlatlar yana Xitoyga yon besib, Uyg'urlarga qaratgan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan hozirgi bu shu irqiy qirg'inchiligiga ham tayoq bo'lib turdi hamda. Bu ishlarning sabablarini bir-birlab inchkilik alda yaxshi tushuntirib o'tdi. Bunun yani Xitoy hukumatining hamda bo'libmi shu One Belt One Road, bir belbaq bir yo'l siyosati orqali shu musulmon dunyosini asosan pul bilan setib olganligi. Mayli masalan O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston yoki Turkmaniston qatorliq davlatlarda Turkiya bo'lsin, uningdan sirt masalan bu Saudiya Arabiston, Iran, Pokiston, uningdan boshqa uşaq cho'ng kichik musulmon davlatlar bo'lsin. Hammasining bugungi kunda Xitoyning og'ziga qarab qolganligi, Xitoyning pulini olganligi uchun Xitoyga qarshi gap qilmaydiganligi, uningdan sirt hatto masalan Abdukim o'zi o'qigan Al-Azhar Universiteti masalan dunyodagi eng dangliq, eng qadimiy islomiy universitet bu Misrdagi. Bu degan dunyodagi hamda eng mashhur nopozliq, eng shu dangliq, shu islomiy ilm adamlarini tarbiyalaydigan bir bilim yurti bu. Bu yerdimi bular hozirgacha masalan Xitoy hukumatiga qarshi hech qanday bir og'iz gap qilmaydiganligi, Uyg'urlar to'g'risida hech qanday bir ma'lumotning yo'qligi u yerda. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik masalasini hech zamon o'tirg'a ko'tarib chiqmaydiganligi. Uningdan sirt masalan islom hamkorlik tashkiloti, masalan buningda 58 davlat bor. Islom hamkorlik tashkilotida bu 58 davlatning mutlaq ko'p qismi shu musulmon davlatlar, qolgan davlatlar bir qanchasi Rossiya, Hindiston bo'lsa, hamda musulmon nüfusi ko'p sondagi davlatlar buning a'zolari. Ammo mushuning ichidagi davlatlarning hammasi degidek Xitoy hukumatini qo'llaydiganligi, hamma har qitim Birlashgan Davlatlar Oliy Kengashida G'arb Amerika boshchiligidagi G'arb ellari Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi olib berayotgan irqiy qirg'inchiligi sababidan Xitoyni ayblab birlashma bayonot e'lon qilib 20-30 davlat qo'l qo'yib ayblagan vaqtida mushu islom hamkorlik tashkilotiga tava mush davlatlarning mutlaq ko'p qismining ham uning sirtidagi ba'zi uşaq davlatlarning Xitoy bilan hamnafasda bo'lib, hamda Xitoy o'tirib qo'ygan. Ya'ni biz sizlar kishilik huquq masalasi yo'q. Uyg'urlarning haq-huquqi, diniy erkinligini hurmat qilamiz. Uyg'urlarning hayda baxtli, xo'shal yashayotdi. Bu G'arbning yag'an tashviqoti degan ash xatlarga qo'l qo'yib, Xitoy hukumati madiylaydiganligini. Hatto masalan, Islom hamkorlik tashkilotining chiqargan bir qancha dokladida yaqinda bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish u yoqda tursin, hatto Xitoy hukumatining musulmon vatandoshlarga oid yaxshi qarayotganligini o'tirib qo'yib o'tdi. Uningdan sirt masalan shu Saudiya Arabistonning, masalan hozir Saudiya Arabistonning Muhammad bin Salman, bu Saudiya Arabistonning shahzodasi Saudiyani so'rayotgan Muhammad bin Salman 2019-yili Beijingga borgan chaqda u yerda Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik, bir musulmon bir turk bexaq bo'lganligi uchun irqiy qirg'inchilik uchrayotganini tilga ilish u yoqda tutsin. Xitoy hukumatining terrorizmga qarshi
ko'rishni, atalmış ko'rishni qo'llaydiganligini o'tirib qo'yganligini sharhlab o'tdi. Tövende alım efendim bundaqda aldı bilen guvalıqtagen Maya Wang xanımnınki guvalıqdaki mühim nuqtalarını bir tushuntirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi, Maya Wang xanım Amerikadagi yani Human Rights Watch kishilik huquq kuzatish tashkilotining bosh tadqiqotchisi. Bu xanım uzun yillardan beri mush Uyg'urlarning vaziyati bo'lib 2017dan beri bo'layotgan shu vaziyatni aytdi. Yaqindan diqqat qilib, shu kishilik huquq kuzatish tashkilotining bir qancha dokladlarining chiqishda muhim rol o'ynagan bir xanım. Bular bo'libmi IJOP, yani Xitoy hukumat davatgan Yitihua Zhong'lianhe Zhoudan Pingtai, yani birlashma jang qilish supsi. Shu appni bular masalan 2019-yili shu appni bular qo'lga tushirib, yani Xitoy hukumatining sun'iy aqli bilan Uyg'urlarni qanday tutib so'laganda so'lashda rol o'ynagan bu appni. Bular qaytadan reverse engineer qaytlab buni tekshirib bu to'g'risida bir cho'ng doklad e'lon qilgan. Andan keyin o'tgan yili masalan bizning radio bilan Uyg'ur bilimi bilan birlikda Aqsu tizimligini e'lon qilgan. Chunki undan burun bizning qo'limizga, ya'ni Xitoy hukumatining Aqsuda 3000 dan ortiq Uyg'ur yosh ayollarni tutgan, ham ularni so'lgan bir muhim hujjat qo'limizga tushgandan keyin biz shu kishilik huquqqa kuzatish tashkiloti bilan birlikda buni keyinga kirib, oxiri buning rostligini ham buning oid muhimligini o'tirib qo'yib, o'tgan yil 12-oyda bu kishilik huquqni kuzatish tashkiloti buni rasmiy shakl e'lon qildi. Bu ya'ni Qarqash tizimligidan keyin chiqqan oid muhim tizimlik, Aqsu tizimligi. Shuningga bugun bu Maya Wang xanım yana o'zlarining bo'libmi shu birlashma jang qilish supsi shuning chiqargan dokladi ham uning rolini bu sotqa alohida tushuntirib berdi. Ya'ni u qandasiga masalan shu Uyg'urlarni tutib so'lashda rol o'ynaganligi, uning nima ekanligi. Masalan, uningda deyilganda, masalan, uningda normalda Uyg'urlarning milliy va diniy alohidlikka ega an'analari, urf-odatlarining hammasini Xitoy hukumati uni jinoyatlashtirgandan keyin bu birlashma jang qilish supsi shuningga oid ba'zi omillarni tepib chiqargan. Masalan, ma'lum bir Uyg'ur bu uyning oldi eshigidan chiqmay, keyin eshigidan chiqsa, bu gumonliq bo'lar ekan. Uyda tokni jiqroq ishlatib kelsa, ba'zi oylari umugumonliq bo'lar ekan. Yoki benzinni jiqroq olib qolsa, umugumonliq bo'lar ekan. Albatta, chatdanning applarni, mayli WhatsApp bo'lsin, Facebook, ubular bo'lsin, yo VPN deganlar bo'lsin, unda narsani ishlasa, avtomatik bu gumonliq bo'lganlik. Hatto buning xotirlanadigan Uyg'urlarning ismi, jismi, egizligi, chechining ko'zning rangi ubudan sirt, hatto ularning uy adresidan sirt, mashinasining qanday rangdagi mashina aydab nega borgan, nada tug'an, kunni kim bilan paranglashmagan shu narsalarning hammasi shu birlashma jang qilish supsiga cho'ng big data shunga kirgizgan. Bu orqali bu sun'iy aql bilan shu atalmış gumonliq, shu Amerikada bo'lsin, dunyoning har qanday yerda bo'lsin, bir normal faoliyatlarni bular saqchiga bildirgan. Ma uyda tokni jiqishil ketib bordi, oldi eshikdan chiqmay, keyin eshikdan chiqib ketdi. Ma uydan teshig'i chiqmay, qo'shnilar bilan ko'rishmaydigan bo'lib ketdi, jimib ketdi degandek va hokazo shundaq. Qanday saqchi berib pulni tutitgan, apirib so'laydi ekan. Anan kim bu buningda hamda o'ynaydigan roli shundaq. Xitoy hukumati ammo bu birlashma jang qilish supsini atalmış, ya'ni Xinjiangda biz terrorizmga, bölgünçilikka, asabiylikka qarshi turyapmiz deb ishlatgan bilan bu kishilik huquq kuzatish tashkilotining chiqargan yakunda bu dokladda, ya'ni bu Xitoy hukumatining bu birlashma jang qilish supsidan foydalangan bu appda amaliyot bularning hech zamon bu terrorizm, asabiylik va yoki bölgünçilik bilan bir munosabat yo'q ekanligi, faqat Uyg'ur xalqining an'anaviy, milliy ham diniy urf-odatlarini jinoyatlashtirib shu faoliyatlarni qilgan Uyg'urlarning so'lganligini alohida sharhlab o'tdi bugun. Ondan sirt shu biz bilan birlikda chiqargan Aqsu tizimligini alohida so'zlab o'tdi. Qanday ega bo'lganligi ham buning ishonchlik emasligi hamda bu sotning ham qiziqadigan yerimi? To'g'ri, sizlar bunda da'vatsizlar, bunda dokladlarni chiqaribsizlar, qo'linglarga bundan materiallar kelibdi. Qanday keldi, kim tarafidan keldi, nima uchun buni rost deymiz degan o savollarga nihoyatda chiroyli shaklda qoyil qilarli holda buningki ishonchlik, o'xshash bo'lmagan manbalar orqali dalillaganligi. Bu faqat bizning radiodan olgandan keyin bu rostgan
deb emas, o'zining manbalari orqali, o'zining odamlari orqali, ya'ni G'arbdagi muhim Xitoy tadqiqotchilari orqali buni ko'rib boshdan oxir buning rostligi ham shu yerdagi insonlarning bu kimlik nomeri, telefon nomerini silishtirish orqali haqiqatan bu Aqsu'dagi Uyg'urlar ekanligini dalillab chiqarib, o'tgan yil 12 oyda bu dokladni e'lon qilgan edi. Hamda bu Maya Wangning asosan degan nuqtalari mushu. Bunda biz Mehmetcan Efendi siz bu Amerikalik tadqiqotchi Jessica Batki xonimning muhim bo'ldi, rahmat. Darvaqa bayon siz deb o'tdingiz, shu Maya Wangninki bu Uyg'ur davasida yaqindan buyon o'ynagan rol haqida masalan bir narsani qistirib o'tkim keldi meniki, bu kishilik huquq tashkilotidagi, ya'ni kishilik huquqni ko'zitish tashkilotidagi bir oliy tadqiqotchi bo'lish sifati bilan o'z vaqtida tunjulab, mening esimda qilishicha, shu lagerlar qamalgan Uyg'urlarninki 800 ming ketganligini o'tirib qo'ygan bir tadqiqotchining birisi bu. Bular shu bayamsiz degandek Birlashgan Jang Qilish Supisi va saqchi app var. Her bir Uyg'urning telefonida saqchi app. Majburiy qarşılash tegishli bo'lgan, qarşılamas jazolanadigan bir app. Shu app siz degandek bayamliq Uyg'urlarning jo'rabiylik o'rni, qaychikdan kirganligi degandek nurg'un narsalarni xotirlab, u nimaga Birlashgan Jang Qilish Supisiga yo'llab turdi. U supi shu orqali Uyg'urlarningki bexatarmi emasmi, mas'ullik adammi emasmi degandek hukmlarni shu aqliy sun'iy idrok bilan chiqardiganga ishiltirgan shuni tadqiq chiqqan bir yaxshi bir doklad, haqiqatan qoyilqararlik bir doklad bo'ldi, yaxshi bir o'tirib qo'ydi. Endi biz bu Jessica Batki xonimga kelsak, Jessica Batki xonim hozir China File, ya'ni Xitoy OJT nomli bir tor jurnalininki bosh, ya'ni oliy muharriri. Bu xonim haqida yana alayda ta'kidlab o'tish tegishli bo'lgan bir muhim bir nuqta. Bu xonim bu jurnalga bosh muharrir, ya'ni oliy muharrir bo'lib kelishdan ilgari Amerika Tashqi ishlar ministrligining axborot va şu media, yani tadqiqot analizi bo'lganda, axborot va matbuot tadqiqot analizi bo'lgan, informatsiya analizi bo'lgan bir tadqiqotchi bu ham tadqiq qilish jihatda tajribasi, metodologiyasi har jihatdan yetishgan bir tadqiqotchi. Buning ustiga Xitoyningki ijtimoiy va siyosiy vaziyatini tadqiq qiladigan tadqiqotchi ekan, Xitoy tilini obdan bildiğin Uyg'urlar haqida jiq maqolalarni yazdim yaqin yağı qilgan bir tadqiqotchi. Shunlashqa Stanford Universitetininki Sharq tili fakultetida magistrlik qilib ekanda. Unda bo'lgandan keyin demak bu mayli o'zininki ma'rif tarbiyalanish orqa ko'rinishi bo'lsin, mayli xizmat tajribasi bo'lsin, har jihatdan yetuk bir tadqiqotchining birisi. Bu tadqiqotchininki o'tirib qo'ygan deganki muhim temasi hamda Xitoy Kompartiyasininki rahbarlik qurilmasi, qatlami, ularninki ishlash mexanizmi, prinsiplari haqida to'xtalgan bo'ldi. Buningda muhimi hamda Xitoy qonunida yerlik bilan qog'oz yuzida yerlik bilan hukumat bilan yoki hukumat organi bilan Xitoy markaziy hukumat bilan Kompartiya ayrilgan bo'lsa-mu, amaliyotda u undaq emasligi, Xitoydagi eng oliy huquqlarninki hammasining partiya rahbarlarining qo'lida, bu markazdan tortib yerlikgacha partiya rahbarlarininki qo'lda bo'lganligi, ya'ni markaziy siyosiy byurodan tortib yerlik partiya yachaykilargacha bo'lgan oraliqda bu partiya rahbarlarininki huquqninki oliy o'rinlarda turadiganligi va buyruqlarni shu partiya organlari chiqargan buyruqlarni yerlik hukumat organlarining bajaradiganligi, ijro qiladiganligi haqida to'xtaldi. Ham undan boshqa atalmış Şinjan xizmat korpusininki mexanizmi, funksiyasi haqida to'xtaldi. Endi yana muhim bir nuqta yana deydigan bir nuqta ham Tomboyo apandim shunaq degan, o'xshab ketadigan yeri. Xitoyda har qanday bir vaqa, har qanday bir buyruq, har qanday bir siyosiy ijroat Xitoy markaziy kompartiyasininki oliy rahbarining xabarsiz bo'lmaydi. Bu Tomboyo apandi degan chaqda o'tib ketib qoldik, mushtaq bir gapni dedi. Hozir deydi o adamның tili bo'yicha ilib ketgan vaqtida Şinjangda deydi, yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik da Xi Jinpingning bevosita mas'uliyati bor. O'shtaqda-chu. Demak, nima uchun desangiz, bundaq bir cho'ng bir voqeaning bo'layotgan 1 milliondan ortiq odam tutilgan yerda bu markaziy hukumat Xi Jinping bilmay qolmaydi deydi-chu. Unda bo'lgandan keyin bevosita vazifasi bor, buni bevosita majburiyati bor degan rasmiy kesib aytdi bu odam. Jessica Batki xonimmi mushtaq bir cho'ng bir voqealarda mayli bu yerki bürokratiya pek murakkab bo'lgan taqdirdami, ularning cho'ng tarafdan bergan yo'l yo'riqsiz bular ijro bo'lmaydi dedi. Bu muhim bir nuqta bu. Demak, biz Xitoy Kompartiyasining mexanizmi, funksiyasini
naiti addi tilla bilen şerilep çendirip etti. Bu yer yani biz dikkat kılmasak bulmaydigan mühim bir nokta hemde. Yani şu Xitayning Uyghur diyarıga kirgizip atkan, Uyg'urlarga kirgizip atkan siyasatınki qandaq siyaset haqida savollar so'raldi. Bu savol nemi şu Audrey Olser degan xonim Angliya Lead universitetining fuqarolar va kishilik huquq ma'rif markazining mudiri so'radi bu savolni. Muhim bir savol. Deganda Xitoyning Uyg'urlarga kirgizib atkan siyosati mustamlik siyosati. Uyg'urlarning hukumatga tishib atmaydi. Endin bu şu Uyghur atalmış şu qo'shtil atalmış hozirgi şu yataqliq maktablar siyosatining hammasi siyliqlashtirib aytilgan, go'zallashtirib aytilgan atalg'lar ekanligi amaliyotda qo'shtil deganning mavjud emasligi. Bu atalmış yataqliq maktablarningki Xitoyning bo'lakirdi bo'lsa-mu, u degan o'zi xohlab ota-onasininki ma'qulligi bilan o'rgatilgan maktablar ekanligi, bu yerdagi bolalarningki ota-onalarininki hammasining lagerda ekanligi. Bularni bu lagerlik ya'ni bu yataqliq maktablarningki Uyg'ur tili, madaniyati va kimlik tuyg'usini avlodlar ara yetkizish, rishtini buzish maqsadi qurilgan bir maktab ekanligi. Buningda bolalarningki boshdan tortib Xitoycha tilda cho'ng'ildiganligi, demak Xitoyninki shu atalmış davlat kimligini qabul qildirib cho'ng'ildigan bolalarni assimilyatsiya qilish apparatining bir qismi ekanligini nihoyat kuchli shaklda o'rtib o'tdi. Bu xonimdan bayan biz degandek shu Audrey Olser va Arif Abraham qatorliq shu kishilik huquq advokatlari keskin konkretniye ve çunqur bo'lgan savollarni so'rdi. Xulosalab aytgan vaqtida bu Jessica Betki xonimninki bu guvohlik berish jarayoni bilim xarakterlik, uchur xarakterlik, uqum xarakterlik. Masalan, g'arb dunyosida biz o'zimiz Xitoyda bir mezgil yashagan bo'lg'achqa, u yerdagi kompartiya, hukumat organlari, u yerdagi jamiyat qurilma deganlarni bilamiz ma'lum darajada. Bak chunqur tadqiq etmasakmi. Ammo nurg'un odamlar bilmaydi buni. Chayna olam deydi, tugdi. Chayna degan qandaq ya, buni bilmaydi-da. Buningda hamda buning qanday bo'lganligini bu shu xalq tushunadigan ommabop til bilan yaxshi tushuntirib berdi deb o'yladim. Eng oxirida yana Xitoy Ozodlik armiyasining roli haqida to'xtalib o'tdi. Demak, Xitoy Ozodlik armiyasi deganimiz amaliyotda u Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi degan atalmış armiyaning amaliyotda Xitoy Kompartiyasining bir partiyaning askar ekanligini, armiyasi ekanligini til qilib o'tdi. Buni nurg'un odam bilmaydigan bir nuqta shu bu. Amaliyotda bizimki xabarlarda ko'ryapmiz. Nurg'un shirkatlarning Xitoy armiyasi bilan chetilganligi. Demak, bu qanday bo'ldi desa, yanılam Xitoy Kompartiyasining armiyasini quvvatlagan bo'ldi ekanda bu ishlar. Demak, buningki mohiyatini, buning nima ko'rib tutishdiganligini bu tadqiqotchi xonim o'zininki shu tadqiqot bayqashlari bilan, yangi bayqashlari bilan oddiylashtirib, ommabop til bilan anglovchilarga sungan bo'ldi, zastatlarga sungan bo'ldi deb o'yladim men.